to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just begun. Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Where magic never ends, the shining twinkle tears, and the brave that never fears. Just look what fun, and we have just begun. Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Ayiq terisi. Yoxan qirol qo'shinida xizmat qilar edi. U uzoq yillar mardona jang qildi. Urush tugab, osuda kunlar boshlangach, Yoxan nima qilishini bilmay qoldi. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Hatto pulim ham yo'q. Bor boyligim shu miltiq. Ochdan o'lmaslik uchun biron nima o'ylab topishim kerak. Yoxan! Odam tushkunlikka tushgan paytda uni shaytonlar o'rab oladi. Bilaman, muammolaring ko'p, lekin ularni hal qilsa bo'ladi. Bir soniya. Juda badavlat bo'lish istaysanmi? Albatta. Seni boya qilishim mumkin. Bilaman, qandaydir shart qo'yasan, to'g'rimi? Bo'lmasam-chi, axir senga boylik beraman. Lekin oldin jasurligingni tekshirib ko'rishim kerak. Har qanday sinovingga tayyorman. Men hech narsadan qo'rqmayman. Yaxshi, unda bu yoqqa qara. Rostdan ham juda jasur ekansan. Ko'rib turganingdek. Endi pullarni ber. Yo'q, hali hammasini aytmadim. Bunchalik oson boy bo'laman deb o'ylamagandim. Bitta shartim bor. Shuni bajarishing kerak. Mayli, hammasiga roziman. Faqat o'lganimdan keyin jannatga tushishni istayman. Gunoh ish bo'lsa, rozi bo'lmayman, tushunarlimi? Seni faqat shu tashvishga solyaptimi? Bo'lmasa, shartni eshit. 7 yil yunmasliging kerak. Shu xolosmi? Shuningdek, soch soqolingni oldirmaysan, qaramaysan, tushundingmi? Tushundim. Va Xudoga iltijo qilmaysan. Nima? Ha, bu muammo. Rad etasanmi? Shoshma. 7 yil Xudoga iltijo qilmasam, u meni kechirar deb o'ylayman. Hozir senga kiyim bosh beraman. Shularni 7 yil yechmasdan kiyib yurasan. Mayli, yechmasdan kiyib yuraman. Bordi-yu, shu 7 yil ichida o'lib qolgudek bo'lsang, u holda ruhing meniki bo'ladi. Ha, mayli, bunga ham roziman. Shartimni bekami ko'z bajarsang, qolgan umringni rohat farog'atda o'tkazasan. Bo'pti. Hamma shartingga roziman. Pul kerak bo'lib qolsa, qo'lingni cho'ntagingga solsang, bas. Juda soz. Mana yoping'ich. Ha, to'g'ri. Bu ayiq terisi. Bugundan boshlab ayiq terili odam bo'lasan. Hatto uxlayotganingda ham uni yechmaysan.
Qani ko'ramiz, qo'lingdan kelarmikin. Qaranglar. Anavi odamga qaranglar. Qo'yayiq, yo'qol bu yerdan. Yo'qol. Ket bu yerdan. Qorangni ham ko'rsatma. Yo'qol. Yo'qol deyapmiz. Tur yo'qol. Oyijon. Oyi. Oyijon. Oyog'ingni ko'rsat-chi. Qo'rqaman. Oyijon. Qo'rqma, senga yomonlik qilmayman. Ayiq terisini yopib olganman xolos. Shilinib ketibdi-yu. Uying qayerda? Ana u yerda, shundaymi? Endi mendan qo'rqmayapsanmi? Oyijon. Oyi. Bezovta qilganim uchun uzr. Meni ko'rib hayron bo'lmang. O'g'lingiz yiqilib biroz lat yedi. O'shanga olib kelgandim. Voy rahmat. Iltimos, xavotirlanmang. Yiqilib tushdi xolos. Nima bo'lyapti? Ko'ramiz. Mana, Rahmat. hech qisi yo'q. Hammasi joyidami? Erim o'lgandan keyin ertadan kechgacha ishlashimga to'g'ri kelyapti. Sizga doktor kerak. Pulim yo'q. Tashvishlanmang. Sizga yordam beraman. Juda mehribon ekansiz. Oyijon, qornim ochdi. Bolam, uyda yegulik hech vaqo yo'q. Balki qo'shnilardan o'lbil so'rarsan. Bor, so'rab kela qol. Nima bu? Nima? Bu sizlarga. Hayır, hayır odam. Hayır. Ko'rishguncha. Ey Xudo, sabr ber. Yana 3 yil qoldi. Hozir istagan narsamni sotib olishga qurbim yetadi, lekin tashqi ko'rinishimdan hatto o'zim ham qo'rqaman. Yaxshisi, bunday yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Ortiq chiday olmayman. Yashashni istamayman. O'lishni istayman. Iltimos, unday qilmang. Meni juda ham qo'rqitib yubordingiz. Ajablanmang. Tashqi qiyofamni ko'rgan odam borki, qo'rqadi. To'g'ri, lekin nega bunday? So'ramang. Yaxshisi, nega o'lishni istaganingizni aytib bering. Agar malol kelmasa albatta. Balki yordamim tegib qolar. Siz? Yo'q, menga hech kim hech qachon yordam bera olmaydi. Mayli, shunday bo'lsa ham gapirib bering. Hikoyam biror narsani o'zgartirishiga ko'zim yetmaydi. Gapiravering. Mayli, qo'ymadingizda. Hammasi tijoratni kengaytirishimdan boshlandi. 3 oy oldin qimmatbaho mollarim yuklangan kemam cho'kib ketdi. Shundan keyin hech o'zimni o'nglay olmadim. Mana bor budimdan ayrildim. Xonavayron bo'ldim. Demak, sizning muammongiz puldan, to'g'rimi? Ha, shunday. Xonavayron bo'ldim, adoyi tamom bo'ldim. Hech narsam qolmadi. Hozir hatto ijara haqini ham to'lay olmayapman. Endi bolalarim nima qilishadi? Bolalaringiz ham bormi? 3 ta qizim bor. Agar o'lib ketsam, ularning holi nima kechadi? Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi, otajon? Ha, keldim qizlarim.
Otajon, siz bilan kelgan kim? Mehmon. Kristina kelsin, u bilan sizlarni tanishtiraman. Dadajon, yaxshi keldingizmi? Mehmonni tanishtirishdan oldin sizlarga aytadigan bir yangiligim bor. Qisqasi, o'sha odamga qizlarimdan birini sizga beraman deb va'da berdim. Nima? Gap shundaki, unga qarzdorman. Qanaqa qarz ekan u? Pul. U menga katta miqdorda pul berdi. Demak, u boy ekanda. Ha, lekin uni tashqi ko'rinishi juda g'alati. Ota, ko'p gapirmasdan tezroq tanishtirsangiz-chi? Iltimos. Xo'p. Marhamat, yo'g'in, kira qoling. Qizlarimni sizga tanishtirishga ruxsat eting. Bu to'ng'ich qizim. Bunisi o'rtancha qizim. Bu esa kenja qizim. Muncha xunuk. Ota! To'xtanglar. Xuddi sirkdagi ayiqqa o'xshaydi. O'zi odammi? Hech ishongim kelmayapti. Nahotki uni bizga loyiq deb bilsangiz. Otajon! Qizalog'im, uni tashqi ko'rinishi g'alati bo'lsa ham, lekin Ota, bu inson sizga yordam beribdimi? Demak, yaxshi inson. Unga turmushga chiqishga roziman. Yomon yaxshi kunlarda u bilan birga bo'lishga tayyorman. Yo'g'in bu gaplarni eshitib, juda xursand bo'lib ketdi. Soqol mo'ylovi o'sib yuzini to'sib qo'yganligi uchun uni xursandchiligini hech kim payqamabdi. Iltimos, mana buni asrab qo'ying. Yaxshi. Buni sababini aytishim mumkin. Yana 3 yil dunyo kezishim kerak. Agar 3 yildan keyin qaytmasam, demak men o'lgan bo'laman. Unda ozodsiz. Agar Xudo umr berib qaytib kelsam, sizga albatta uylanaman. Rozi bo'lsangiz. Xudodan sizga umr tilayman. Voy, ayiq! Ana uni qaranglar. Jirkanchligini. Ayiqlar shirinlikni yaxshi ko'rishadi. Nima? Tag'in u seni shirinlik deb yeb qo'ymasin. Qiziq. To'ylaring qanaqa bo'lar ekan, ha? O'zi ham qiyomat to'y bo'ladi-da. U senga qanday qilib bo'kiradi? Bahaybat panjalarini ko'rdingmi? Unga yoqmaydigan biror narsa qilsang, hamma yo'qni osta-osta o'qib yuboradi. O'shandan ehtiyot bo'l. Bas qilinglar.
Lekin Kristina o'zingni bos, tashvishlanma. U endi qaytib kelmaydi. Bizga ishonaver, hech qachon kelmaydi. Ko'z ochib yumguncha 3 yilam o'tib ketibdi. Ey shayton! 7 yilam o'tib ketdi. Men so'zimda turdim. Qayerdasan? Ey, eshityapsanmi? Ey shayton! Ha, endi ayiq terisini yetsang ham bo'ladi. Agar shartimni bajarsang, eng boy odam bo'lasan degan eding. To'g'ri. Boyliklarim qani? Cho'ntagingdan o'zingga keragini olaver. Bo'pti. Qaranglar, qandaydir shahzoda kelyapti. Qaranglar. Uni o'ktamligini qaranglar. Go'zal qizlaringiz bo'lsa, tanishish ishtiyoqli edim. Bir kelishgan yigit keldi. U sizlardan bittangizga uylanmoqchi. Mengami? U menga uylanadi. Menga. Bas qilinglar. Kimni tanlash? Uni ishi. Kristina, bu senga ham taalluqli. Otajon, u bilan tanishmoqchi emasman. U haliyam o'sha ayig'ini kutyapti. U allaqachon o'lib ketgan. O'lgan. Steva haq, menimcha u allaqachon o'lib ketgan bo'lsa kerak. Mayli, hech bo'lmasa birov ko'rinib qo'y. Qizlarimni tanishtirishga ijozat bering. Bu to'ng'ich qizim Ezela, bu o'rtancha qizim Stefa, bu kenja qizim Kristina. Kristina, naqadar chiroyli ism. Ezela ham chiroyli. Stefa ham chiroyli ism. Qizlaringiz biri-biridan go'zal ekan, lekin Kristina. Muhtaram janob, men Kristinani tanladim. Buni ilojisi yo'q deb qo'rqaman. U unashtirilgan. Unashtirilgan? Nima bo'pti? Qallig'ini unutsin. Yo'q, bunday qila olmayman. U otamni o'limdan asrab qolgan. Qolaversa unga so'z berganman. 3 yil kutaman debmi? Ha, shunday. Siz buni qayerdan bilasiz? Qallig'ingiz sizga uzugini yarmini qoldirganini ham bilaman. Kristina. Yo'g'an. Kristina, sevgilim, mana qaytib keldim. 3 yil o'tdi. Yo'g'an. Sizni sevaman, Kristina. Bu sizmisiz? Men ayiq polvonim. Bu o'sha ayiq. Bo'lishi mumkin emas.
Yoxan bilan Kristina uzoq va baxtli umr kechirishdi. Продюсер Коичи Мотахаси. Режиссерлар Хироши Саито, Сигеро Омачи, Кузуёши Йокота, Такаёси Судзуки, Жиро Саито, Фамио Киракава. Рассомлар Набиюко Ходжимото, Масари Ямамото, Акира Миядзаки, Набуя Ханай. Басtakor Hideo Shumazo. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublajda artistlardan Barno Qodirova, Zulxumar Mo'minova, Sobirjon Rahimjonov, Qurbonali Iskandariy, Behzod Muhammadkarimov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Asadullayeva, Burxon Umarov. We have just begun the journey.